Qachon bunday bir biz ham zapravkaga kirib, ochratda turamiz. Onasi. Dadasi. Xo'p bo'ladi. Qo'ylar sotib Toshkentga ketamiz. Onasi. Dadasi. Xo'p bo'ladi. Tovuqni ham, tuxumni ham sotamiz. Onasi. Dadasi. Xo'p bo'ladi. Dadasi. Xo'p bo'ladi. Yuring, Bashkinga ketamiz. Ishlayapsizlar. Bitta ko'k choy. Ikkita kofe. Dadasi. Xo'p bo'ladi. Bizlarga ikki xonalik. Xo'p bo'ladi. Bizga 2 xonali uy kerak. Nima karomat ko'rsatasizlar? Boshiga 94 million to'lab, oyiga 5,5 million so'mdan to'lov amalga oshirasiz. Yana qanaqa aksiyalaring bor? 10 yil tajribaga ega maktab o'qituvchilari va bog'cha tarbiyachilari uchun boshiga 10% to'lab to'lov amalga oshirasiz. Ana bu zo'r ekan. Aksiyamizda qatnashib, chet elga, ya'ni Baku va Gruziyaga sayohat qiling. Olamiz. Dadasi. Xo'p bo'ladi. Uy bilan mashina qo'llab bo'lsa olajon. Uyda arendaga beramiz, Damas'ni men haydayman. Nima deyapsan? Bu uyda erkak menman, senmi? Nima deyapsan sen o'zingni o'zing? Tiling chiqyaptimi? Mendan oldin uyga yetib olgin. Olia, erkaklarni himoya qilish jamiyatimi? To'g'ri chiqamiz. Meni hozirgina xo'rlashdi. Chidolmayman. Odamni aytib berolmaysizmi?